Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'urlarning uylarining ichki qismlarini o'zgartirishni talab qildi. Biz erishgan ma'lumotlarga asoslanganda Xitoy doiralari Xotan viloyatida kuchli milliy qimmatlarni yo'qotish nomida Uyg'urlarning uyidagi islom va turklarga xos bo'lgan barliq buyumlarni Xitoy madaniyati namoyon qilinadigan buyumlarga almashtirishni talab qilgan. Shuning bilan birga mehmonxonada ustal, yotoq uyda karvatdan boshqa narsa qo'yishga ruxsat qilmaganligi, milliychi naqshlarning majburiy o'zgartirilganligi ma'lum. Xitoy va Kanada orasida surkilish davomlashayotgan bir paytda Xitoy bir Kanada fuqarosiga o'lim jazosi berdi. Xitoyda tutib turilayotgan kanadalik Robert Shilinberingga o'lim jazosi berildi. Xitoy doiralari Shilinberingning zahar atkazchilik guruhiga chetilib qolganligini bildirdi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau bu qarorning orqasidan bayonot e'lon qilib, qattiq andisha his qilayotganligini va Xitoy doiralari bilan bo'lgan aloqasining davomlashadiganligini aytdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Hua Chunying Polshaning Huawei shirkatining bir boshqaruvchisini josuslik bilan ayblab qo'lga olganligi haqida to'xtalib, biz munosabatli taraflarni Huawei o'z ichiga olgan Xitoy shirkatlariga qarata asossiz gap so'z va mantiqsiz besimdan voz kechishga, ikki taraf shirkatlarining mablag' va o'rtaq hamkorlik uchun adil va yaxshi bir muhit barpo qilishga chaqiramiz dedi. Erdo'g'an bilan Trump telefonda ko'rishdi. Cumhur Raislik sarayından berilgan ma'lumotlarga asoslanganda, ko'rishda ikki taraf munosabati va Suriyadagi eng yangi vaziyat muzokara qilindi. Erdo'g'an Trumpning Suriyadan askar chekindirish qarorini qarshi olganligini bildirdi. Erdo'g'an yana bu doirada Turkiyaning NATO'dagi ittifoqdoshi bo'lgan Amerikaga har turli yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi. Yevropa Gullanish va Taraqqiyot Bankisi O'zbekiston Tolimarjon o't elektr stansiyasining gaz turbasi qurilishi uchun 240 million dollar qarz berdi. Qurilishda yana O'zbekiston Gullanish va Taraqqiyot fondi bilan Osiyo Taraqqiyot Bankisining qarzlari ishlatiladi. Yevropa Gullanish va Taraqqiyot Bankisi hozirgacha O'zbekistondagi 70 qurilish turi uchun jami 1 milliard 300 million dollar qarz berdi.